Yostiq ham chiqaradimi aka? Yostiq bularda hamma yo'q, komplet bo'ladi. Yostiq, pastel bilyolari bor, hamma plastina podaniklari, hamma narsa. Guli ekan, men tushunishim bo'yicha. Buni gulini necha xil turi bor aka, mana shu gulini? 100 ta chiqarganda ham 15 mingdan qolsa, hozir 1,5 million bo'lyapti. 1,5 millionga to'g'ri kelyapti. Buni tezroq aylantiradi. Ko'pchilik aytadi, o'zimda bor deydi. Yo'q, mayli, o'zingizda bor. Buni misol uchun ishi bilan uni ishini farqi bor-da. Misol uchun bu 10 ta tiksa, u bitta tikadi. Bir kuniga necha pul topadi? Bitta ko'rpadan necha pul qoladi-yu, nechta chiqarsa bo'ladi? To'k qanaqa bo'ladi? 220 mi yo 380 mi? Bitta savol, faqat yopinchiqmi yoki yostiqmi? Keyin eng ko'p savollardan ko'rpacha, ya'ni o'sha paxtali nazarda tiksa ham bo'ladimi? 4 metrga 7 metrlik xonaga mana shu stanoda qo'yib olib, kuniga 500 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha topilayotgan jarayoniga yetkazganmiz. Bu biznes hattoki yosh kichkina qizchalar ham qilsa bo'ladi. Ya'ni 3 kishi, 2 kishi bemalol ishlaydi. Ko'rib turganlarni yopinchiqlar, yostiqlar va o'ranchiqlar va undan tashqari, ya'ni o'sha ko'rpacha bo'ladi, ko'rpachalarni ham bemalol tiksa bo'ladi. Ichlarini ko'rib turibsizlar. Mana shu stanoyda o'zida 2 kishi, uzog'i 3 kishi ishlaydi. Ya'ni ayolingizni ko'chaga chiqarmasa pul toptirsangiz bo'ladi. Mana shu stanoyda olib berdi. Va buni videoda oxirigacha ko'rib tursalaringiz, sizlarga to'liqroq tushuntirib o'tamiz. Xonani qaranglar, 4 metrga 7 metr xona yetadi va qo'shimcha bitta ham kattaroq xona bo'lsa, bundan chiqqanini o'sha zapasni, o'sha burchakni tikadigan joylari bor, ularni ham video davomida ko'rsatib o'tamiz. Stanoyda ishlatib ko'rsatib beramiz. Bizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiyani bosib qo'ying. To'liq ma'lumotni o'tkazmasdan, shoshilmasdan ko'rsangiz, to'liqroq tushunib olasiz va tanishingizga jo'natib qo'ying. Uyda o'tirib pul topsa bo'ladimi degan tanishlaringiz bor-ku, nima biznes qilayotgan deganlar. Ana shularga tashab qo'ying va videoni oxirigacha ko'ring. Yangi bo'lsangiz, podpisatsiyani ham bosib qo'ying. Ana endi to'liq suhbatni Mahsidjon akamdan olib boramiz. Avvalambor assalomu alaykum aka, yaxshimisiz, charchamasangiz. To'rga 7 metrlik xona bo'lsa bo'ldimi? Bo'ldi, mana shu misol 4 metrga 7 metr. O'zi biz aslida tashqariga o'rnatmoqchi edik. Endi buni qish mavsumi hozir sovuqligi uchun mana shu yerga joy qildik. Mana shu yerga shu hamma yo'lni qo'yib berdik. O'rnatdikda mana shu yerga siqtirishga harakat qildik, mana shunaqa qilib. Jinday necha oy bo'ldi buni qo'yib bergansiz, misol mana shu stanoda? Shu 2 oycha bo'ldi. 2 oyda уже pribylga kirib va bu taraflarda rosa hamma yo'lni tikib bo'lishyapti ekan. O'zi bet qo'yganimizga 2 oy bo'lgan bo'lsa, mana hozir ancha joyga tushib bo'lishgan. Bozorlar chaqqon, ancha o'zlari ishlab chiqarishlarini rivojlantirishdi, yana ham kuchaytiryapti. Kuchaytirishyapti. Endi aka qani buni ishlatib ko'rsatib bersa ham bo'ladimi o'zi? Buni shu ishlatib bemalol shu video davomida ko'rsatib beramiz. Xo'p, endi qarang aka, bitta savol, faqat yopinchiqmi yoki yostiqmi? Keyin eng ko'p savollardan ko'rpacha, ya'ni o'sha paxtali nazarda tiksa ham bo'ladimi? Shu savolni o'zimizga ham ko'p telefonda berishyapti. Mana hozir shuni aytib o'tamiz. Bu paxtali ko'rpachalari, paxtali ko'rpalar, sarpoga, misol uchun kelinlarga solinadigan paxtalar, o'shalardan bemalol to'qib beryapti. To'qib beradi. Hech qanday buni misol uchun sintefonli, paxtali, misol uchun qalin yubqani bemalol tikib beryapti. O'sha savolni men nimaga berdim? Men ko'pchilik tushunishi bo'yicha sintefon yuqoriroq deyshadi. Paxta sal qalinroq deyshadi. O'sha qalinni ham bemalol demak to'g'ri qalinni ham bemalol, qalinni ham bemalol tikaveradi. 10 santigacha bemalol tikaveradi. 10 santimetrgacha bemalol tikaveradi. Shunaqa. Bu joyda necha kishi ishlaydi mana shu stanoyda? Hozir mana shu stanoyimizda 2 kishi ishlayapti. Nimagaki bu buni qasqonini 2 kishi qo'yish kerak, keyin zakotovka qilish jarayoni ham bo'ladi. Shunda ham 2 kishi kerak bo'ladi bunga. Shu kompyuterni bosib qo'ysa, o'zi tikib mana. Kompyuterlarni bosib qo'ysa, knopkalari bor, hammasini o'rgatamiz. Shu knopkalarni bosib qo'yishsa, o'zi tikib, o'zini bu zakotovka ikkinchisini qo'yib bo'lguncha bittaga tikib tugatadi. Demak, qaranglar, men tushunishim bo'yicha mana shunaqa qosqondan 2 ta qo'yiladi. Shunaqangi 2 ta bo'ladi. 2 ta bo'ladi. Bittasini qo'yib, tortishingizgacha ikkinchisini zakotovka qilib olishadi. Keyin uni olib chevarga berishadi, ya'ni atrofini tikadi. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Shu kant mashinamiz shu komplekt ichida bo'ladi. Buni ham o'zimiz olib borib beramiz. Endi aka bitta savolni berib edi. Endi hammada har xil. Mana guli ekan, men tushunishim bo'yicha buni gulini necha xil turi bor aka mana shu gulini? 350 xil kompyuterda o'zini guli bo'ladi. Mana shu o'zi 350 xil bo'ladimi? 350 xil guli bo'ladi. Buni tikish nimasi guliga qarab. Misol uchun 2 minutdan 3 minutgacha, 1,5 minutdan 4 minutgacha gullar bor. Guli ko'p bo'lsa, vaqti ko'proq bo'ladi. Ko'proq ketadi. Guli kamroq
nima dizaynini tanlasa, kamroq vaqt ketadi. O'shanda xolos. Shunaqangi. Ha, demak, keyin aka buni ishlatish, necha soat ishlatish kerak? To'k qanaqa bo'ladi? 220 mi yoki 180 mi? Savollardan beraylik. Bu 220 tokka ishlaydi. O'zimizda shu razvedkalarimiz, uylarga oddiy razvedka, mana ko'rsatib qo'ysangiz ham bo'ladi. Oddiy mana razvedkada. Mana shu ketyapti. Mana shu bori shunga ulangan mana. Hech qanday nimasi yo'q mana bu yerda. Bo'ldi. Oddiy razvedka, uyimizda razvedkasi 220 ga. Keyin buni shu 8 soatdan shu 10 soatgacha bemalol ishlasa bo'laveradi. Hech qanday nagruska bo'lmaydi stanokka. O'shanda ham ora-orada dam olib o'zi nima ishlanadi. Masalan, obed vaqti bo'ladi. Misol uchun obed vaqti ham 1 soat ketsa, o'sha stanok yana o'zini sal miyasi, xotirasi bor. O'sha ozgina dam oladi. Misol uchun Zagruska oladi. O'zini jinday dam berib oladi-da. Misol o'sha 10 soat bunga maksimal degan o'shaligi. Eng nimasi 10 soatgacha. Undan keyin 2 soat dam berib turib, yana 10 soat ishlasa bo'laveradi. O'zi demak, hali o'zi ayol kishi, baribir aka uydan ortib buni qilsa ham o'zi katta gap. Shunaqangi. Kimnidir 3 tadan qizi bor. Bekor turganda shuni olib bersa ham bo'laverar ekan deb. Shunaqangi. Endi misol uchun uyda o'tiradigan, endi mana shunaqangi ko'rpa yo'nalishida shug'ullanaman dikkonlarga yaxshi yo'nalish, yaxshi variant. Misol uchun aslida ishni kompyuter qiladi, stanok tikadi. Buni endi mana shunaqangi qilib chetlarini qistirib, o'rtasidagi shu solinadigan narsalarni, sintefonlarni solib turib, bunga bersa bo'ldi. Knopkani bosadi, tikib to'xtaydi o'zi. Bo'ldi. Hali og'ir mehnati yo'q. Og'ir emas. Ham yengil, mana qaranglar, ham yengil. Ko'tarishga, misol uchun ayollarga, misol uchun hech qanaqangi og'ir joyi yo'q, yengil. Ya'ni gabarit xolos, o'zi yengil. O'zi misol uchun 4 kilo, 5 kilo chiqadi, opshiq hisobda kilasi. Buni chetini tikishga yana bitta ayol kishi bo'lsa, misol chetini yo bo'lmasa 2 kishi bitta ishlayotgan o'zlarini ishchi olmasdan uylarida o'zlari ishlaydigan bo'lsa, 50 ta 60 ta chiqarib olib turib, kechqurun misol uchun kant mashinada o'sha mashinada chetini tikib qo'ysa ham tayyor bo'laveradi. Endi aka, asosiy savol bo'lib, stanoklarni oldi, qo'ydi. Xo'p, bitta savol beraman, keyin bitta savolim bor. Ya'ni zapchasi bormi buni? Mabodoga. Buni zapchasi o'zini komplegida 2 yil, 3 yil yetadigan zapchaslari bo'ladi. Endi komplegining ichida. Keyingi savol, ya'niki bu stanoyingizni oldi, ham yo'g'ingizni oldi, aytganingizni oldi. Xo'p, materiallarni ham oldi. Aka, bitta ko'rpadan endi baribir odam matematika qiladi-da, nech pulga tushadi, nech pul qoladi. Misol, optimga sotsa-yu, donaga sotsa, ashuni ham oddiycha qilib tushuntirib bersak. Biz videoda boshida aytdikki, eng kam 500 ming so'm qolyapti dedik. 1,5 million so'mgacha endi uni upakovkalariga qarab, ya'ni chiroyli naqshlar qilib, bir narsalar qilib, dizaynlar qilsa, o'shanga yarasha oshaveradi. Ashuni ham tushuntirib bersin. Bir kuniga nech pul topadi? Bitta ko'rpadan nech pul qoladi-yu, nechta chiqarsa bo'ladi? Bitta ko'rpamizdan, masalan, mana hozir eng oddiyi bambukka sintefon qo'yilgan. Bu oddiy ishlarimizdan bittasi. Mana shuni o'zidan ham hozir 10 ming so'mdan 15 ming so'mgacha qolyapti mana shuni o'zidan, bittasidan. Bittasidan. Endi uni qimmat haliga ko'rsatib o'tamiz hozir. O'sha qimmat ko'rpalar bor. Ulardan misol uchun 40 ming, 50 ming, 60 minggacha pul qoladi. Demak undan. Shu ko'rpani misol uchun arzonidan qimmatigacha chiqarsangiz, o'shanga qarab pul ham daromad ham oshaveradi. Nechta chiqarsa bo'ladi? Misol bir kunda endi bir kunda hozir bir kunda mana shu hozir 2 kishiligimizdan 100 ta chiqarsa bo'ladi. 2 kishilikdan 100 ta. 2 kishilikdan 100 ta bemalol ulguradi. Ertalab soat 8 dan kechqurungi 4-5 gacha 100 tani bemalol chiqaradi. 2 minut, 3 minutda tikib bo'ladi stanok bitta ko'rpani. Uning ichida obedi, yana qanaqadir bir ishlari, bolasiga qaraydi. Keyin yana etbetlarini bir yog'lash jarayoni bir 5 minut, 10 minut chiqarib tashlaganimizda ham 8 dan 4 gacha o'zlari ham mana hisoblab ko'rsa ham o'zi shunga to'g'ri keladi. 8 dan 4 gacha 2 kishiligimizda 100 ta chiqaradi. 1 kishiligimiz 120 ta chiqadi. Misol 100 ta chiqarganda ham 15 mingdan qolsa hozir 1,5 million bo'lyapti. 1,5 millionga to'g'ri kelyapti. Endi qaranglar, 1,5 million, oho, sen 500 ming demanglar, undan mayli ishchi haqqisi bor. Misol ikkita chevar qo'ysa, misol 200 mingdan bo'lsa ham 400 ming so'm uch ketsin. Uje bag'i 1 million 100 ming qolyapti. Misol tariqasida. Undan 100 mingini svet-petga rasxod qiling. Keyin 100 mingini qiling, ular sizga 800 ming qolsa mayli. Grubi mana kuniga $50 yoki $70 bo'lyapti.
Misol. Ixtiyorjon, mana shuni hozir tok rasxotini ham aytib ketaman. Xo'p. Biz borganimizda ko'p joylarga ko'rib, o'shalar счетчикlarni ko'rib turib, buni tokini hisoblab bergan joylarimiz bo'ldi-da. Telefonda bizga 220 ga ishlaydi, tok rasxoti kattami degan nimaga savol ko'p bo'ladi. Yo'q. Tok rasxoti bir kunda 8 dan 11 minggacha tok rasxot qiladi. Bu 100 ta ko'rpa chiqarganda. Buni rama gabarit katta bo'lgani bilan tikadigan joylari buni bitta xolos. Buni tok rasxot katta bo'lmaydi bunda. Mana ko'rsatib qo'ying, ana shu mana bu yerga o'tay o'zim. Bemalol. Mana shu yerda o'zi tikadi. Bari gabarit xolos. Gabarit endi ko'rpani kattaligini hisobiga xolos. Buni remellarimiz yurib borib keladi. Tikadigan ish mana bu xolos bu yerda. Hozir buni ham video davomida ko'rsatamiz. Buni ham tikishlarni ko'rsatamiz. Demak, kuniga tok qancha rasxot qilyapsiz? 8 dan 11 minggacha rasxot qiladi. 15 ming. 15 ming ham borsa ana 15 ming deng. O'shani ham o'zi bemalol qoplaydi. Bemalolda. Aka, endi keling, ba'da ko'rsataylik. Mana ko'rpalarda har xil turlarini ko'rsatamiz. Mana shunaqa turlarni va mana bu yerda ko'rib turibsizlar. Mana bunaqa haligi puxovili deyiladimi? Tuya ko'rpamiz. Mana shunaqa tuya ko'rpa deyiladi. Bu yoqda endi yostiqni bilmayman, yostiq ham chiqaradimi aka? Yostiq bularda hamma yo'q, komplet bo'ladi. Yostiq, pastel bilyolari bor, hamma plastina podaniklari, hamma narsa mana shu o'zlari kelinlari bilan o'ylari mana shu yerda qiladi. Mana sumkalarimiz o'zlariga nima moslash zo'r ko'rpalarimiz. Endi bu yoqdan keyingi burchakni ko'rsataylik. Bu yoqdan chiqqandan keyin mana ko'rpa tayyor bo'lgandan keyin bu joyga o'tib, ya'ni burchak o'sha nag'izi deyiladimi chevarlar tilida? O'sha joyini tikiladigan jarayon. Ana shuni bittasini ochib bering. Mana shuni ko'rsatak. Yarkiroq ekan. Qo'yib mana shu chetini tikib berish mana. Mana narsa tikib beradi. Mana shu kantimiz. Mana bu stanok nima tikuv mashinamiz. Komplet. Ichida bo'ladimi yo bu отдельно sotib oladimi? Yo'q, bu o'sha biz ichida bo'ladi, o'sha stanok ichida komplet olib boramizda. Bu nimagaki shagashida. Buni tezroq aylantiradi. Ko'pchilik aytadi, o'zimda bor deydi. Yo'q, mayli, o'zingizda bor. Buni misol uchun ishi bilan uni ishini farqi bor-da. Misol uchun bu 10 ta tiksa u bitta tikadi. Mana shunaqa hisob-kitob bor-da. Endi qaranglar, to'g'ri aytyaptilar. Qani, shuni qo'shib ketaylik. To'g'ri aytdingiz. Ras olyapsizmi? Mana haligi nimalarda bitta maqol bor. Ishqiloliq soz bo'lsa, mehnati oz bo'ladi, mashaqqati oz bo'ladi degan gap bor. O'shani hisobiga mashina bo'lib qo'shib olaveringlar. Mayli o'zlaringiz bo'lsa, arzonroq sotib olinglar. Birontasi shunaqa. Bu mashina, kant mashinani ishi nihoyatda oson bitadi. Buni chetini tikib berishga ayollar qiynalmaydi. Misol uchun u qo'l bilan tortilmaydi. Shagashini shu o'ziga moslashtirib olgandan keyin aylantirib o'zi tortib tikaveradi. O'zi tortadi, o'zi tikaveradi. Mana shunaqangi yaxshi-da. Ushlab to'g'rilab tursa bo'ldi. Ushlab to'g'rilab turadi bo'ldi. O'shaning uchun 50 tadan 100 tagacha chiqarib tashlaveradi bir kunda. Bundan ishlayotganlarni. Endi bu bir kishiligi. Mana bir kishiliklarimiz, har xil misol uchun 2 kishiliklar mana shu yerda ketyapti. Mana shu o'zi biz tashqariga o'rnatmoqchi edik. Bu yana bir marta aytib o'tib ketay. Keyin men aytdimki, yaqinda o'zi sovuq tushadi. Shu uyda ichiga qo'yganingiz yaxshi. Masalan, yashab turgan joylari. Lekin joylari bor ekan, bo'sh, havo isishi bilan shu yerga sex qilib kelib ko'chirib berasiz deyapti. Kelib o'zim ko'chirib beraman. Gap yo'q. Aka, endi bu olib borib o'rnatib berish xizmatlari O'zbekiston bo'yicha bo'ladimi? Qanaqa bo'ladi? Shuni so'rab qo'yaylik, asosiy joyda savollardan. Shu qanaqa bo'ladi? Tirjon, hozir buni to'g'ri savol berdingiz. Bunga javob 12 ta viloyatga dastlabkamiz bor. O'zimiz olib borib o'rnatamiz. Mana shu joy yashab turgan xonadon edi. Biz keldik, bu yerda uncha narsalar bor edi. Bolalarimiz bilan o'zimiz yordam qilib olib chiqdik. Hamma yo'qni bo'shatdik-da, shekka qo'yishga qaror qildik. Nimagaki, mana hozir ham havo sovuq. To'g'ri. Bemalol ishlayapti. Bemalol ishlayapti. Asosiysi sig'disizmi? Sig'ib, sig'amidi o'lchadikda, bo'ldi mashga tushiramiz dedik. Stollargacha hamma yo'qni buni ulargacha hisobini chiqarib turib, mana shuga moslab berdik. Uyda egalari nihoyatda xursand bo'ldi. Nimagaki bular tashqariga qo'yib salatamini yopamiz degan variant ham bo'lgan. Undan sovuq bo'ladi aka. Mana men yerda ozgina uyda hisobga olmaganda shekka olib kerak. Keyinchalik o'zlari mana bahordan hozir sekin planini qilib qo'yibdi, sex qurib, o'tib olishadi. 12 metrga 6 metrli planini ham qilib qo'yibdi, shekka olib chiqar ekan. Buni keyin o'zimiz bolalar bilan kelib chiroyli qilib olib chiqib beramiz. Aka, endi xo'p, O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor deyapsiz. 12 ta viloyatga dastlabkamiz.
bor, bemalol olib borib o'rnatib beramiz. Hech qanaqa muammo yo'q. Narxi-chi, buni necha xil variantlari bor? Yo, mana shunaqa bir xil variant bo'ladimi? Bizda misol uchun hozir mana shu O'zbekiston sharoitida yaxshi ishlayapti. Zapchastlari ham juda qimmat emasligi uchun. Hop. Ishi ham misol uchun sifatli yaxshi chiqaradi ishni. Ishlatish ham oson. Mana shundan hozir olib kelib, zakaz qilib Xitoydan shuni olib kelib, mana shu tadbirkor bo'ladigan shu boshlang'ich ishlab tadbirkor bo'laman deganlarga mana shu ishlarimiz, stanoklarimizni olib kelyapmiz. Boshqa sizga o'tganimiz yo'q. Nimaga aka, mana shu olib kelayotgan stanogimiz ham oddiysi. Mana buni misol uchun zo'ri bu palondaqa emas, oddiysi O'zbekistonimizda mana shu oilaviy sharoitga moslashtirilgan. Pulini aytmayapsiz. Puli $6000 bo'ladi. Komplegtimizda shu ko'rsatgan kant mashinamiz bor. Olib borib ustanobkamiz bor. Misol uchun o'zimiz texnika yuklab olib boramiz. O'zimiz mashinalarga yuklaymiz-da olib boramiz. Bu ham kichkina mashinalarga sig'maydi. O'shalik katta Isuzu gabaritni bor, gabariti bo'ladi. Buni o'shanga yuklab olib boramiz. O'shaning ichida komplekt hammasi $6000 bo'ladi. Yana chivar xizmatlarimiz ham bo'ladi ichida. Misol ayollar bo'layotgan bo'lsa, chivar bizni ustanobka qilib berganimizdan keyin ayol chivarlarimiz polni mana shunaqangi holatga o'rgatadi. Bekka kelganimizda betda ham sharoit, misol uchun uy sharoiti deydi. Endi mana hozir kichkinagina sexga, chivarxona. Chivarxonaga aylandi. Aka $6000 tashqari, uzr gapingizni bo'laman, $6000 tashqari necha pul yana oborotga tikish kerak bo'ladi? Ashuni aytib qo'ysangiz. To'g'ri aytdingiz. Buni oborotiga misol uchun eng nimasi 2000 tikka bo'ladimi? $2000 bilan ish boshlasa, oborotini aylantirib olsa bo'ladi. Bemalol bo'ladi. Unga men misol uchun biz o'zimiz ko'p joyda qilib ko'ryapmiz, shu bilan ish boshlab ketyapti. Ishlarni rivojlantiryapti. Buni aytdi, qalinligini ham bitta ko'rsataylik. Mana shunisi qolib ketmasin, to'g'risi videoda pauza qilib boshlaylik. Mana qalin ko'rpamiz mana. Hozirgi ramkada kuturgani yubqa u. Har ko'rpa deyiladi. Mana qalinligini ham ko'ring. Mana shularda shu stanogimiz bemalol chiqib, tikib chiqarib beradi. Mana hozir mana qalin mana. Qalin deyiladi mana. Ashu bitta stanok qilib bergan mana shu. Ko'rpachalarimiz, paxtalilarda ham bemalol ko'rib ko'ringlar mana qalin. 10 santigacha. Xitoycha 10 santigacha bemalol chiqarib 10 santigacha tikadi. Bemalol hammasi, mana shularni ham kerak bo'lsa, mana shuni bittasini ochaylikchi mana. Mana. Endi buni haliga kilosi bor-da, o'shanga qarab solinadi. Misol uchun qimmatroq materialga ozroq solinadi. Haliga misol uchun buni o'zini yo'nalishlari bor-da, hammasini o'zini tushuntirib berasiz. Hammasiga kerak. Xudo xolasa, Gap yo'q aka. Buni misol uchun qimmat ko'rpalarda o'ziga kilosi bor. Naborot ko'proq solinmaydi, ozroq solinadi. Mana ichkariga kirdik, boshlayveringlar mana. 2 kishi olinyapti. Qaranglar, juda ham oddiy holatda mana. Itardan qo'yishar ekan, ya'ni ko'tarishmas ekan ham. Bo'ldi. Nariga nimani qo'yiladi joyiga. Bu kompyuterda essa bo'ldimi shunda hozir? Qani ezinchi? Bo'ldi, shunda start ketdimi? Mana. Hozir Mahmudjon aka shunda tikyaptimi hozir? Bo'ldimi? Mana shu holatda hozir mana tikyapti. Ketyapti hozir. Mana shu hozir ketyapti hozir. Bemalol mana shu holatda aylantirib tikib. O'zi tikib bo'lgandan keyin to'xtaydi, ikkinchisini qo'yilaveradi. Bungacha bu bo'lgangacha bu joyda zakatovga olib turishadi, demak. Shunaqangi bo'ladi. Mana ya'ni o'sha gullari hamma yo'g'i ketaveradi, razmeri hamma standart ketaveradi. Aka, mabodo svet o'chib qolganda yana ashitdan start bo'lib ketadimi? O'sha holatdan misol uchun o'zimiz uni ko'rsatamiz. O'zimiz borib ko'rsatib, o'sha svet o'chib, qandaydir nima bo'layotgan bo'lsa, to'xtab qolayotgan nimasi bo'lsa, o'sha qanday olib borib o'sha joydan boshlab ketishlarini o'zimiz o'rgatamiz uni. 100% o'rgatib berasiz. Shunaqangi 100% o'rgatamiz ularni. Demak, mana shu bitta stanoyni o'zi tikib ketaveradi. Mana shunday qarab tikib ketaveradi. Gap yo'q. Zo'r aka, bu pauzangiz zo'r aka. Aka, qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdik. Agar biz berilmagan savollar bo'lsa, bemalol ekrandagi raqam telefon qilsa 100% tushuntirib berasiz. Shunaqangi bizga telefon qilib aloqaga chiqsa, batafsil biz stanogimizni ishlashini, hamma yo'g'ini tushuntiramiz. Mana hozirgacha telefonlar bo'lar bizga. Olib borib o'rnatib bergan joylarimizga ham o'sha 0 dan 100 gacha bo'lgan jarayonni hammasini o'rgatamiz. Biz stanokda misol uchun o'rnatib, bo'ldi biz ketdik deb kelmaganmiz haligacha. Mana biz o'zi anchadan beri kuzatib yurganlar biladi. Endi biz kanalda ham ko'pchilik kuzatadi. Shunaqangi sizni kanalingizdan misol uchun qo'yamiz. Shuni hali ko'rib
tanishlik uchun. Nimagaki olib borib o'rnatgan joyimizdagi odamlar ham ko'radi. Topadi. O'shalar ham misol uchun o'z izohini qoldirib ketsin. Mana qanaqangi misol uchun olib borib stanok bo'yicha qanaqa ishladik, qanaqa o'rnatib berdik, bizda qo'limizdan kelgan yordamlarimiz bor, xalqqa ko'rsatmaydigan, hali nima qilmaydiganlar misol uchun. Qo'limizdan kelgancha tushuntirib berdik. Agar xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa like, kommentariy yozib ketishni esdan chiqmasin. Akalar, ukalar, olib bersalarning xonadonda turib, uyda turib, kamida kuniga 500 ming so'm topib tursin, yomon bo'lmaydi. Eng asli 2 kishiga 500 ming so'm juda ham zo'r variant. Ya'ni oyiga 15 million so'm. Ya'ni ancha bitta nimangiz qoplanib turadi. Joyingiz bor, yotibdimi, 5 yotibdimi? Prosta tak atrofini yopib bering. Salafanda ana ayvonni mana yopib qo'yishgan ekan. Salafanda ayvonni yopib qo'yishgan ekan. Bo'ldi. Bu yerda issiq ham, to'pli ham nima qilish ham shart emas. Mana shu yerda o'zida bemalol ishlashaveradi. Sog' bo'la, sanoat o'yla, qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdik. Yoqmasa like, kommentariy yozib ketish esdan chiqmasin.